GPS model Avtokonni ishlayapti. Avtokon bor haqiqatan ham oldimizda, lekin Avtokongacha juda uzoq. Ko'pchilik mana lichkamga yozyapti-da, Shuhrat aka, GPS modeli bo'lmasa, deteksiya bermasa ekan radarlarga, GPS model orqali olyaptimi deb tushunchasi buzilgan. Xullas, bir ikkita videolarni ko'rib, mana ko'ryapsizlarmi olishini? GPS model olyapti. Avtokonni mana oldimizda, mana Avtokon. Mana. Ko'rdingizmi mana Avtokon 9 ga chiqib ketdi. Natija a'lo.